Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi ajoyib misol yechimini ko'ramiz. DTMdan milliy sertifikatlar tushunish mumkin, shunga o'xshash misol. Demak, ketdik. Xo'sh, bizda ABCD parallelogram berilgan. D o'tmas burchak deyapti. A B tomonda E nuqta olinibdi. A E ni Y B ga nisbati 2/3 bo'lsa, BCD to'rtburchak yuzini DAE uchburchak yuziga nisbati. Birinchidan mana E nuqta 2 3 nisbat bo'ladigan bo'lsa, buni bilasizlar 2x deymiz, buni 3x deymiz. BCD bo'lishi uchun D dan E ga kesma tushirib kelamiz. Mana B, C, D, E. Mana bu to'rtburchak. DAE, DAE mana bu uchburchak. Ikkalasi nisbatini topishimiz kerak. Birinchidan parallelogramni mana tomonini A deb olsak va mana bu burchakni alfa desak. Jami parallelogram yuzini topish uchun nima qilamiz o'rtoqlar? Parallelogram yuzini topish uchun ikkita tomon va orasidagi burchakni ko'paytiramiz. Ya'ni A ko'paytirilgan mana bu tomon jami 5x bo'ladi o'rtoqlar. 5x ko'paytirilgan orasidagi burchak sinus alfa mana. Jami parallelogramning yuzi. Endi mana DAE uchburchak yuzini topish uchun DAE uchburchakning yuzi. Qaranglar, ikkita tomon orasidagi burchak sinusini yarmi, ya'ni bitta tomoni A, ikkinchi tomoni 2x, orasidagi burchak sinus alfa taqsim 2. Mana DAE uchburchak yuzi A ko'paytiruv 2x ko'paytiruv sinus alfa taqsim 2. Ikkilar qisqarib ketsa o'rtoqlar, nima bo'lar ekan? AX sinus alfa bo'lar ekan. Mana bu uchburchakning yuzi. Endi jami parallelogram yuzidan uchburchakning yuzini ayirib tashlasak, mana shu BCD to'rtburchak yuzi qoladi o'rtoqlar. Jami parallelogramning yuzi 5ax sinus alfa bilasizlar. Undan ayiramiz uchburchakning yuzi ax sinus alfa. Ayiradigan bo'lsak, bilasizlar 4 ta ax sinus alfa qoladi. Ya'ni 5 ta ax sinus alfadan bitta ax sinus alfa ketsa, 4 ta ax sinus alfa qoladi. Bu nima bo'ladi o'rtoqlar bizda? BCD to'rtburchakning yuzi bo'ladi. Bizdan nisbat so'ralgan. Demak, 4ax sinus alfa taqsim. Xo'sh, uchburchagimiz yuzi ax sinus alfa. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa 4 taqsim 1, ya'ni nisbati 4 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli bo'lgan umidamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.